Salom barchaga. Endi bu kanal Dirbobning rasmiy O'zbekistondagi kanali. Do'stlarim, O'zbekistondagi har xil SQP kanallaridan, bo'lar bo'lmas kanallardan barchasidan chiqib keting va menga Otabek Plus SQP kanaliga obuna bo'ling. Ishoning, zeriktirib qo'ymaymiz. U vahshiy tarzda ularga qarab turardi va ularga qarab Do'stlarim, hozirdan bizga obuna va laykni bosib qo'ying va siz keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Bilaman, biz juda kamchilikmiz, lekin inshaalloh biz milliardta obunachiga ega bo'lamiz. Shuni bilingki, biz songa emas, sifatga ishlaymiz. Shuning uchun videolar kam chiqishi mumkin, lekin sifatli tarzda chiqariladi. Shuni inobatga olingki, sizdan obuna va layk kelmas ekan, bizda umuman motivatsiya qolmaydi. Hozir shu ishni bajaring va videoni zavq olib ko'ring. Olg'a! Siz allaqachon bu mavjudotni fahmlagan bo'lsangiz kerak. Bu odatiy yo'l harakati to'sqinchi emas edi. Va albatta bu oddiy yo'l patrul xodimi ham emas edi. Yo'q, bu yigitlar tushilgan mavjudot yoki maxluqot, ulardan oldin yana o'nlab odamlarning ham falokatli ravishda duch kelgan maxluqi edi. Va aynan shunday mavjudotni SQP tashkiloti faol ravishda ushlashga harakat qilmoqda. Uning qo'rqinchli, xavfli harakatlarini to'xtatish kerak. Bu SQP-973. SQP-973 bu bitta emas, balki aslida ikki alohida mavjudotdan iborat. Birinchisi SQP-973-1 deb belgilangan, bu bilganingizdek politsiya mashinasi. U asl davlat patrullari tomonidan 1970-yillarning boshlarida ishlab chiqarilgan va holati ham shunga mos. Qariyb 50 yili mashinaga o'xshab katta darajada buzilgan va qarovsiz qolgan. Guvohlarning aytishicha, SQP-973-1 eski politsiya mashinasi ko'plab chandiqlar bilan qoplangan. Eshiklar va kapoti yirtilgan. Oynalari yoriq. Ko'p joylari zang tushgan. Orqa bamper esa go'yoki izolyatsiyon lenta bilan tutib yuborilganga o'xshaydi. Bu mashinaning egasi yoki yo'lovchisi SQP-973-2 deb nomlangan. Bu odamga o'xshash mavjudot. Diqqat qiling, u odamga o'xshaydi. Oq tanli erkak, yoshi 40larning oxirlarida. U shtat patrulchilari formasini kiygan va bu forma ham SQP-973-1 kabi 1970-yillarga tegishli ko'rinadi. Bu g'ayritabiiy mashina, uning haydovchisi faqat kechalari paydo bo'ladi. AQShning ma'lum avtomobil yo'lida. Aniq nima sababdan SQP-973 shu yo'lda paydo bo'lishi hech kimga ma'lum emas. Yana tadqiqotchilar shunday deb hisoblashdiki, uning namoyon bo'lishi mashina muayyan tezlikdan oshib ketganda sodir bo'ladi. Shuning uchun siz o'ylashingiz mumkin, agar tezlikni past ushlab tursam, men xavfsizman. Lekin afsuski, siz adashyapsiz. SQP-973 paydo bo'lishiga aynan qaysi tezlik chegarasining buzilishi aniq ma'lum emas. Chunki xabarlar 35 mil soatdan soatiga 56 km, 70 mil soatgacha soatiga 113 km bo'lgan holatda farqlanadi. Ammo bu sodir bo'lsa, haydovchi o'zini nishonlanganini tushunadi. SQP-973 taxminan Stop. Agar siz ingliz tilini bilganingizda, shu videomni umuman ko'rib o'tirmagan bo'lardingiz. Va men sizga Lab English Online akademiyasini tavsiya qilaman. Siz uning kurslariga yozilib, ingliz tilini qisqa vaqt ichida tezda va yaxshigina samarali tarzda o'rganib olishingiz mumkin. Kursga yozilish Telegram kanallarida bo'lib o'tadi. yarim kilometr orqada paydo bo'ladi va yuqori tezlikda nishon qilingan transport vositasiga yaqinlasha boshlaydi. SQP-973-1 sirenasini yoqadi va chiroqlari chaqnay boshlaydi. Shu bilan birga qandaydir tarzda mashinaning radiosi orqali xabar uzatiladi. Bu xabarda haydovchiga qochishni buyuriladi. Ko'pincha haqoratli so'zlar bilan birga ko'pchilik holatlarda nishon bo'lgan yo'lovchilar yoki haydovchilar albatta tezroq qochishga harakat qilishadi. Garchi bu qandaydir matematik yoki effektli sabab bo'lmasa ham, ko'pchilik haydovchilar vahimadan qochishga harakat qilishadi. Shundan so'ng SQP-973 nishon qilingan mashinani quvlaydi. Bu esa yuqori tezlikdagi ta'qibga olib keladi. Ammo nishon qilingan mashina qanchalik tez bo'lmasin, SQP-973 birinchisi
politsiya mashinasi doimo undan tezroq bo'ladi va odatda ular nishonni quvib yetib olishlari 6 daqiqadan ortiq davom etmaydi. SCP-973 qochayotgan mashinaga urishdan umuman qo'rqmaydi. Bu esa ehtimol patrul mashinasining kuchli zararlangan holatiga sabab bo'ladigan bo'lishi mumkin. Aynan nima sodir bo'lishi aniq emas. SCP-973 mashinani to'xtatishga majbur qilgandan keyin bu haydovchining o'zi to'xtagani yoki yo'ldan chiqargani qat'iy nazar natijada juda qo'rqinchli. Qochgan transport vositasi keyinchalik SCP-973 ning paydo bo'lgan joyi yaqindan topiladi. Odatda bu mashinalar yo'l bo'yidan taxminan 6 kilometr uzoqlikda topiladi. Ular vahima bilan o'sha yerga o'zlari borgani yoki qandaydir anomal yo'l bilan olib borilgani aniq emas. Ammo aniqligi shundaki, bu mashinalardagi odamlar juda dahshatli o'limga duch kelgan. Ularning jasadlari haddan tashqari zo'ravonlik, hujum alomatlari bo'ladi. Bu ichki a'zolarni sug'urib tashlash, eviskretian holatlarigacha boradi. Ba'zilar shunchalik shikastlangan va tanib bo'lmas holatga kelgan bo'ladi. Hatto vizual identifikatsiya ham imkonsiz bo'ladi. Mashinalarning o'zi qattiq shikastlangan bo'ladi. Ular boshqa transport vositasi bilan to'qnashuv izlarini ko'rsatadi. Ichki qismi esa ko'pincha kuchli kuyish shikastlariga ega bo'ladi. Hozirgacha 34 dan ortiq shaxs va 19 ta avtomobil SCP-973 qurbonlari sifatida qayd etilgan. Ammo haqiqiy son bundan ancha ko'p bo'lishi ehtimoli bor. Ehtimol eng qo'rqinchlisi shundaki, ba'zi qurbonlar tirik qolgan. Jamg'arma SCP-973 hujum joylaridan 5 nafar odamni topib olgan. Ular og'ir jismoniy jarohatlar bilan birga turli darajadagi davomiy ruhiy travmalarni ham boshdan kechirgan. Unda nega shunchaki SCP-973 paydo bo'ladigan yo'lni buzib tashlamaysiz deb so'rashingiz mumkin. Aslida jamg'arma xuddi shu fikrga kelgan 1983-yilda SCP-973 ta'sir bo'lgan avtomagistral bo'lagi buzib tashlangan. Bu harakat muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Buning yagona natijasi SCP-973 boshqa joyda paydo bo'la boshlaganidir. O'sha o'limli xatti-harakatlarni davom ettirganidir. Shuningdek, 973 bir va ikkinchisi qo'lga olish uchun ko'plab urinishlar bo'lgan. Hattoki politsiyachiga o'qizib, biror zarar ham yetkazishgan. Lekin eng oxirgi agent uni tasvirlab bergan. Ya'ni ko'zlari qizil edi. Og'zi esa shunchaki qora chuqurlik, tishlari yo'q, til yo'q, faqat chuqurlik. Afsuski bu mavjudot o'sha paytning o'zida 9 odamni o'ldirib qochib ketgan. Agentlar esa unga hech qanday zarar yetkaza olmagan. Garchi asosiy guruh g'ayrioddiy mavjudotni yaralishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, uni hech qanday haqiqiy nogiron qilishga olib kela olmadi. Va keyingi SCP-973 hodisasi hisobot 9 kun o'tgach ma'lum bo'ldi. SCP-973 ning yangi joyi ko'rinib paydo bo'lishi va uni qamrab olishdagi qiyinchiliklar uni yaxshi olingan Evolit klassifikatsiyasiga olib keldi. Uning ko'rinish berishi ma'lum bo'lgan joyda taxminan 60 kilometrni tashkil etadi va har doim sun'iy yo'ldosh yordamida kuzatib boriladi. Soat 10 dan 4:30 gacha bo'lgan vaqtda barcha transport yo'ldan o'tkaziladi. Kerak bo'lgandan kuch bilan o'tkaziladi. Afsuski, SCP tashkiloti umumiy yo'l foydalanuvchilari uchun ushbu qiyinchilik hali hamon davom etmoqda. Ushbu xavfsizlik protokollari tez-tez yangilanishini talab qildi. Chunki SCP-973 o'zining yirtqichlik faoliyatini olib boradigan hudud yaxshi ma'lum bo'lsa-da, uning paydo bo'lish vaqti va ta'sir qiladigan hududi kengayib bormoqda. Endi siz shunday politsiyachiga yo'l kelganingizda nima qilishni bilasiz yoki haqiqatda ham o'lim topasiz. Shuning uchun bunday vaziyatda kallani ishlatib qaror qabul qiling. Shu bilan hikoya o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Obunachilar, bizga obuna va laykni ayamang. Eng qizig'i, bu hozirda tekin. Unutmang, bu biz uchun juda katta motivatsiya. Faqat shu yo'l bilangina siz keyingi videolarni sifatli tarzda chiqishini ta'minlaysiz. Unutmang, biz songa emas, sifatga ishlaymiz. Keyingi SCP-larda ko'rishguncha